O'lmas Umarbekovning "Yoz yomg'iri" qissasi o'zbek adabiyotidagi eng nozik, lirik va psixologik asarlardan biridir. Bu asar yoshlik, ilk muhabbat, orzu-umidlar va hayotning kutilmagan sinovlari haqida hikoya qiladi. Issiq yoz kunida to'satdan yog'gan yomg'ir ikki yoshni birlashtiradi. Birinchi nigoh, birinchi suhbat, bog'lar, xiyobonlar, uzoq davom etgan samimiy suhbatlar. Dunyoda faqat ular borga o'xshaydi. Ammo muhabbat faqat shirin lahzalardan iborat emas. Ijtimoiy farqlar, oilaviy majburiyatlar va taqdirning keskin burilishlari. Qotillik. Rahim Saidovning bir maromda kechayotgan hayotida tub burilish yuz berdi. Mudhish jinoyat uning suyukli rafiqasini hayotdan erta olib ketdi. Hali ayoli tuprog'i sovishga ulgurmay, baxtsiz erkakni taqdirning navbatdagi zarbalari esankiratib qo'ydi. Jinoyat tekshiruvi ayolning shu damgacha undan yashirib kelgan sirlarini yuzaga chiqardi. Aza ochib, qayg'usiga botib o'tirishi kerak bo'lgan Rahim Saidov yechimsiz jumboqlar ortidan iz olishiga to'g'ri keldi. Kim biladi, agar fojia yuz bermaganida u ayolini o'zi o'ylagancha to'kis bila olarmidi? Mazkur jumboqlar uni qanday kutilmagan voqealarga yetaklar ekan? Baxt xuddi yoz yomg'iriga o'xshaydi. U kutilmaganda keladi. Seni butunlay ho'l qiladi. Senga olam quvonch beradi-yu, lekin juda tez o'tib ketadi. Inson hayotida shunday lahzalar bo'ladiki, ularni qaytarib bo'lmaydi, lekin ularsiz yashab ham bo'lmaydi. O'lmas Umarbekov ushbu asari orqali insonga tuyg'ulariga sodiq qolishni, har bir lahzani qadrlashni o'rgatadi. Agar sizga samimiy retro muhitdagi va qalbni larzaga keltiruvchi drama yoqsa, Yoz yomg'iri aynan siz qidirayotgan kitobdir.